Maqalning temisi çıktığın xalqaro alam punkti ve mening bir tadqiqatim degan taytilsi mushundaq. Buning ichida iki so'zlash tarkiblar tövendikçe NASA'ning safarchi bir alam uçqusi Quyosh sistemidan chiqib ketdi degan bu bir yangi xabar. Uningdagi xalqaro alam punkti haqida bir tushuntirish, uningdagi yer sharidagi atmosferada ozon deydigan bir qavat bor. Shu vaqtda azroq savol beramiz. Uningdagi erkin yaqinda ishlayotgan bir tadqiqot va shuni azroq tanishtirmoqchi. Hazır JPL deydi. JPL degini NASA'niki astidagi bir tadqiqot o'rni, uni Amerika inglizchasida Jet Propulsion Laboratory debdi. Jet raketa uchirgan jetniki nima? Aldığı sürüş gücünü tədqiq qilgan bir o'ringa, hozir u o'rinda ular emas boshqa nurg'un optics deydi, erkin qatqa shu optics nur haqidagi tadqiqotlarni hammasini olib bordi. JPLning ismi shunda kelgan. Endi tövendikisi bu erkin shu bir nimada tatib olgan rasmga o'ziniki JPLniki İçeri kösetken körgazmının içi takar resimge bu alem doğruluk resim. Bunun da ikincisi bulmuş şu erkeklerindeki idaresindeki içindeki körgazm tatlığa resim. Bunun da ikincisi sözlemekçi bağınımız hazır JPL başkuruvatkan 21 alem uçkuları bulup bunun da birisi Mike'in kelimesi. Bir uçkuna hazır JPL başkuruvatta alemde uçuvatkan. Bunundaki bu kadın tanıştırmak için bu ikisi yani bu ikisinin vazifesi şu Quyosh sistemimizdeki 8 planetni tekshirib turadigan alam uçkuları bulup bunundan uçkular ekan. Bularning safarchilarning bularning vazifasi asli birinchi ikkinchiligini Yupiter bilan Saturn deydi. 8 planet va qolgan ismlar meniki ismda yo'q. Shu buning 8 planetning ichida men ikkisini tekshirib bularning vazifasi, lekin bular 81-yili bu vazifasini o'rinlab bo'lgan, lekin yana osmon uchayotgandiki bularning davomli nimani tekshirib turishga yana davomli bularning vaqtini uzatib hozirmi ishlab o'tibdi. Bu iki seferçinin üstünde resim düşündürmekçi bu iki seferçinin içinde 30 santimetrlik keladigan bir taxsidek bir narsa bulup patipon taxsiga o'xshaydi. Bunun da yer shardagi har xil madaniyatlarni tanishtirgan rasmlardan 115 bor, har xil ovozlar bor, har xil so'zlar bor ekan buningda. Amaqcha alamdagi kishilar bilan aloqamizdagi paranglarmi bor, uniki aniq bir nimasi yo'q, haqcha shu maqsad yozilgan, lekin afsuski erkinlik deyishi hozircha Uyg'ur tili yo'q ekan buning ichida. Ammo safarchi Quyosh sistemidan chiqib ketdi deb. Bular 80 qancha yil qo'yilgan bu udash Quyosh sistemisiz aylanib yurgan, buningki safarchi birinchi deganni 2010-yil Moşu 9. ayındaki 12'si Quyosh sistemidan chiqib ketib, davomli nimaga mengib yetibdi. Hozir uniki o'rni yer sharidan 18 milliard kilometr yiroqlikda, soatda 60 ming kilometr tezlikda uchib, Quyosh sistemidan yiroqlab mengib yetibdi. Endi bu Quyosh sistemisi bilan alam bo'shlig'ining oralig'ida nurg'un qarang'i rayonlar, uningdagi ikki sistemasi orasida plazma deydi. Plazma deganni Uyg'urcha nima deb? Iyonlashgan gaz debdi. Bularning qo'yirligi aman yo'q ekan bu nimada. Uningdagi olimlar mushularni tekshirish orqali hozirgi mashina kelgan nimalardan plazmaning yo'qligi va boshqa qarang'i rayonlar deganlarni shularni tekshirish orqali yo'qlik xulosaga keldi. Safarchi alam boshlig'ida
hozir chiqib ketgandan keyin u quyosh sistemasidan u da oyoqqa minib 2025-yilgacha yana yer shariga nurg'un datalarni, signallarni avatib turdi ekan. Bu 40 ming yildan keyin undan keyin AC 79388 deydigan yulduzga yetib bordi ekan. NASA ham yulduzga nomer qo'yib qo'yishadi, mana xil yuqori nomer turdi. Mush yulduzga qarab men yetdi hozir. Keyingisi xalqaro olam punkti haqida. Xalqaro olam punkti bir odam yashaydigan yer shardan tovan, yer sharining tovan orbitida mengayotgan sun'iy kamera bo'lib, buniki ismi International Space Station ekan. Uyg'urchaga xalqaro olam punkti deb ism qo'yilgan. U 98-yil boshlangan bu naqsha hammamiz anglagancha xabarlar chiqqandi bu. Biz Yaponiyada o'qiyotgandan buni xabari televizorlarda keladi bo'lgan. Aslida mushunday bir uskunni har bir davlatlar, kuchi bor davlatlar o'zaro yasamoqchi bo'lib ekan. Masalan, Amerika, Yaponiya, Kanada, Rossiya, Yaponiya qatorliq davlatlar ayrim-ayrim yasash bo'lib ekan. Lekin buning nurg'un iqtisod ketkashga, iqtisodni, chiqimni azaytish uchun bular hammasi birlashib birlam punkt qurgan. Bu punktni aqchaslam anglagan azdan uskunlarni nimaga chiqib osmonga, atmosfera qatilmoqqa ashada birdan qurashtirgan. Bu aslan tutib qapti. Lekin yana eng oxiri cho'ng miqdorda yuk chiqarish bo'lgan 2011-yil ekan. Shuning bilan aslan tutib qapti. Yana azroq qolib qolgan aslar bor ekan. Aslik plan bo'yicha bu xil ilgari tutmoqchi ekan, lekin Islam anglagan Kolumbiya deydigan nimaniki bir nimasi tushib ketdi, bir voqeaga uchrab Amerikaning. Shundan keyin bu xil kechikdi, undan keyin bu Kolumbiya voqeasidan keyin Amerika osmon uchirgan kemani chiqarishini to'xtatdi. Hozir aslan Rossiyaning kemasi bilan chiqib kirish qilyapti bu yerga. Hamma yerda olam punktiniki rasmlari bor, qisqacha tanishtirish. Olam punktiniki uzunligi 109 metr, kengligi 51 metr ekan. Uningdagi quyosh batareysiniki uzunligi 73 metr. Buniki umumiy og'irligi olam punktining 420 tonna. Endi bu 84 kilovat tok chiqara oladi ekan. Endi buni boshqaradigan har xil nim qilgan yumshoq detal softwarniki qursani 2.13 million shunaqa cho'ng program ekan. Endi xalqaro nimaga chiqadigan soni Rossiya angjiqkan, unda bo'lishi Rossiyaniki roket nimasi hozirmi chiqib tushyapti. Amerikaning to'xtatib qo'ydi. Undan keyingisi Amerika, Yaponiya 3 qatim, Yevropa 3 qatim ekan. Olam boshlig'ida mengishi 168 qatim mengish bo'pti. Endi 2010-yil 11-yil 2-kuni bu xalqaro olam punkti chiqqili 10 yil bo'pti. Bu jarayonda bu yer sharini 361 qatim aylanib bo'pti. Endi buni qildigan bir maqsad olamni tekshirishim bor. Undan keyin yer sharida qilg'ini bo'lmaydigan har xil tajribalarni qilmoqchi. Shunga uni qildig'ini biologiya, inson biologiyasi, fizika, atmosfera, havo rayi qatorliq har xil tadqiqotlarni olib berdi. Endi bundan ichida men anglagan birisi bormi fizika munosabatli. Masalan, fizikada garyum arsenid deydigan bir material bor. Endi nimada mush yerim o'tkazishda. Yerim o'tkazishlar har xil bo'ldi. Silikon, germanium deganlar bir xil moddadan qurilgan kristal, garyum arsenid deydigan yana boshqa har xil nimalar bor. 2 xil modda, 3 xil modda qurilgan nimalar bor, kristallar bor. Garyum arsenidni men bir televizorda ko'rgan, yer sharida nima qilsa 2 xil modda takshib olmaydi ekanda, to'van tarafida bir xil modda, yuqori tarafda bir xil modda jiqira qolib qoldi ekan. Demakki, bir modda kam bo'lib qolsa, u yerda defekt deydi, bo'sh o'rin chiqib qoldi. Shu olamni qurishsa, bu shunday takshib oldi ekan. Televizorda ko'rsatganda shunaqa takshib kristal chiqib ekan. Bu shunga o'xshash tadqiqotlar mush punkt bo'lib o'tdi. Bu endi asosiy qurilishi shakli, qanday qilib qurashtirilgan degan shakl ekan. Mayada deyishcha, mavi sariqni bo'yab qolganlar hammasi qurilib bo'pti. Hozir mavi benafshir, qizg'ish nurli mushi birli qismi Rossiyaniki qismi katta yetib chiqmabdi. Bu chiqib uningga qurishtirmoqchi ekan. Bununkida ishladama Rossiyaniki qismi, Amerikaning qisminiki shakli ekan, nimaniki rasmlar ekan.
Hem ma xalqaro alam punktirik hayat deydi. Hayat degani ma rasmlarni ko'ryapsizlar. Bunun da bir adam 3 galon suv yığılg'il bo'ldi ekan, yer sharda aqcha mumkin emas buni yuyinish. Aqcha mayda alam tatish kuchi to'g'an bo'g'ash bo'ldi o'xshaydi. Uningdagi xalqarodagi nimadagi taratni bir sumirishlar sumirib oldi ekan, yemak ichimliklar uçup turdi ekan, buni hammamiz ko'rgan televizorlardan chiqdi. Odamlar uçdi ekan, kechis uxlagan o'zini bog'lab qo'ygan bo'lmasa laylab ketgan o'xshaydi. Onundan yerchan tartışıcı 93% bandı gapni tushundim. Nimaga nisbatan 93% ekan? Uniki mikro tartışıcı, uning xalqaroning orbisi yer yuzidan, buniki orbisi yer yuziga parallel deydi. Parallel holda nimaniki yerchan atrofda aylanib turdi ekan. Endi ma ushquchilarniki axir rasmlari televizorlarda biz ko'rgan bo'ldik. Barisidan ma u qaraqachcha monchiq tushayotgan rasm bo'lish kerak. Endi mayada bir Özbek ushquchini to'g'riliq azroq tushuntiribdi ekan. Bu Salijan Sharip deydigan ushquch ekan, buniki Roschi nima ismi o'xshaydi, Salijan Sharipov deydi. Rossiya olim ushquchisi bo'lib, u Qirg'izistonda Qirg'izistonning O'sh oblastida tug'ilgan Özbek milletinden Özbek yigit ekan bu. Tug'ilgan kuni 64-yil 8-24-yil. Endi nurg'un kishilar buni Uyg'ur deb yuribdi-ki, Xudoyim az Uyg'ur emasga afsuski O'zbek chiqib qolibdi. Uyg'urdan Xudoyim bir chiqib qolar kelinchi. Bu nima advance diagnostic bu kishi mishlaq Mao tadqiqotniki qurishniki tadqiqotchisi ekan. Advanced diagnostic ultrasonic in microgravity deydi. Microgravity degan narsani tadqiq qilgan ultrasonik nima orqali, to'lqin orqali shu tadqiqot guruhniki tadqiqotchisi ekan. Bu kishi 7-oyning 2008-yil 7-oyning 10-yil pensiyaga chiqib bo'ldi, taqcha ushquchlikda chiqqandi. Bu kishi Rossiya va armiyasi akademiyasining ushquchlik kasbini bitiribdi. Uningdagi Moskva shtat universitetidagi xaritashunoslik kasbini bitirgan ekan. Yani bu Türklerden çıkan birden bir uçuş o'xshaydi. Bu haqda mushunchalik tanishtirib qo'ydi. Yani bu hozir atmosferadagi ozon gezi va qaviti deb maqsad mushun tanishtirmoqchi. Atmosferada ikki ozon qaviti bor ekan, birisi yuqori qavat, yana birisi to'van qavat ekan. Endi yuqori qavatdagi ozon gazi kun nurida keladigan binafshi nurni shimirib olib, binafshi nur shu odamning terisiga nurg'un ziyni bor, bularni shimirib olib, yer sharda shunda qo'g'daydi ekan xalqlarni, insonlarni. Undan kunlik issig'inimi mushlar to'sab, yer sharning temperaturasi mush ikki nima orqali bo'ldi ekan. Ozon gazi ultraviolet nurni yutib issiqlik chiqarib shu orqali atmosfera qavatini hosil qiladi deydi. Haqiqatda issiqlik oksigen aqcha o'zgarib uningdagi ozon bo'ldi odatda. Odatda oksigen aqcha ko'plar biladi. Oksigen odatda molekulalar ikki atom birlashgan molekulalar bo'ldi. Biz shumiratga oksigen mushu. And ozonda 3 molekul birlashgan bir alayda holati bor buning. Şu orqali qildimda bu ozonni yer sharidami ishiltirdi. Masalan, shu yer o'tkazgichlik chip ya ozon qaviti deb ataldi, ammo buning tasvirlarini men to'liq tushunmaydi ekanman. Vaqt chiqqan qiziqqanlar o'zinglar ko'rib baqsanglar bo'ldi. Atmosferadagi ozon miqdori intayin to'van deydi. To'van atmosferadagi har 10 million atmosfera molekulasida 3 dona bo'ldi. Buningda to'van atmosferada yuqori atmosfera qavitida odatda yer sharidagi ozonniki 95% yuqorida bo'ldi ekan, tövanda azroq bo'ldi. Tövanda ko'pinchisi suv deydi, har xil boshqa narsalar, azot deydi, boshqa elementlar chiqaraq ekan. Yuqori ozon qavitidagi ozon miqdori o'lchab turish intayin muhim. Ba'zi rayonlar 60% ozon miqdori yo'qolib ketgan deydi. Buni yaxshan islam anglagan bir vaqtlarda ozon qavitida to'shik teshilib qatdi deydigan gaplar chiqdi xalqarada. Shuniki paranga shunga biz o'qish qilgan 85-6-yillarda mush parang chiqib buning ta'sir qildigani bir sel qamash chachilgan bir xil nasbat spreyda. Shuning ishlatilgan gaz bilan shu vaqtlardagi refrigerator to'nglatqilar ishlatilgan. To'nglatqilar ichida gaz va aylanib
kompression aylanib issiqlikni tashib to'shaydigan. Shu ikki xil gaz ta'sir qilgan deb bularning hammasini o'zgartgandi. Mau xalqaro nimada stationda bu o'zun miqdorini tekshirib turdi bular. Bu xalqaro olam punktida buni tekshirib turdi. Olam punkti har kuni yer sharning 16 qatim aylangandan keyin 16 qatim kun chiqib 16 qatim kun o'tirdi buningda. Xalqaro olam punktida kun chiqib kundosh vaqtida kunlari atmosferadan o'tadi. Shu vaqt tekshiradi ekan. Masalan, mavi xalqaro olam punkti miyada bo'lsa, kun miyada bo'lsa, mavi yer shari hamda. Mushunda ma rayon kelganda mushu ma arliqda atmosfera emasmi? Misha turib ma nimalik atmosfera qavtini tekshirib turdi ekan. Xalqaro olam punkti turib qaraganda kunning diametri bu hamda erkinlik tadqiqoti munosabatlashgan xalqaro olam punkti turib qaraganda kun diametri 21 kilometr keldi ekan. Erkinga berilgan vazifa mushu kunniki markazini 1 kilometr aniqlikda izlash. Masalan, kun o'tirib chiqqan vaqtida kunniki o'rni surilib turdi, uni izlashgan. Mushu tadqiqotni qilgan, shuning keyingi nimada yaxshi mush tadqiqot to'g'riliq hozir tushunchimi? Mana nima uchun kunning markazini qo'g'lash zarur deydi. Ma'ni ayirish kerak. O'lchagan nur ajizlash kundagi o'rinning o'zgarishidanmi yoki haqiqatan ozon gezi yuqorilayotganda nur qiymatini o'zgartiryapti degan mashini bilish kerak. Masalan, bayam ozonning qiymatini o'lchamaymiz dedik. Burunqi rasm yaxshiroqda. Shuningda o'lchagan vaqtida agar kunniki nuri tushayotgan kameradan boshqaga ketib qolsam ajizlab ketadi. Yoki birama arliqdagi gaz qo'yiq bo'lsam ajizlaydi. Shuni aniqlash uchun, to'g'ri o'lchash uchun cho'qim kunniki markazini qo'g'lab turish ekan. Shu ma'lum hamda bu birsiniki tadqiqot ekan, bu kunniki spektrniki rasm ekan. Spektrdagi hamma to'lqin uzunliklarda kunniki nurniki kuchlikni qanday taqsimlandi degandek mushlarsa shunga erkin shu kunniki nurniki markazini qo'g'lash deydigan bir tadqiqotni qilib ekan va keyingisini shuni tushuntirishdi. Mening qilgan yangilik yangilik hisoblagan kunning rasmiga asosan deydi. O'lchagan kunning rasmini tepish usuli deydi. Masalan, mavi erkin hisoblab chiqqan kunniki rasm ekan, mavi tatqa rasm ekan. Mush ikkisini solishtirib turib, kun qayoq ketayotganini qo'qlaydigan mush asosiy prinsipi mush ekan. Bu yangi bir xalqaro bu tadqiqotni erkin tugatib xalqaro jurnalga e'lon qildi. Maqola erkin deydi, men pensiyaga chiqishlik 100 maqola e'lon qilmoqchi edim. 98 ni e'lon qilib bo'ldim degan tanda pensiyaga chiqsang bo'ldi ekan desam, yana ishlayman deydi. Unda ma'qul tirish endi davomli ishladim shu. Bu yangilik uchun NASAda bunday bir doklad bor ekan. Aqcha bu NASAning ichidagi doklad patent deydi-ki, erkin buningdan ma 4 apto ma novel technique for finding center of image of rising or setting sun based simulated image deydi. Aqcha ma image baning agat bir patent was kerak. Ma ikkinchisi software tool for simulating image of rising sun and bu shuni qanday qo'g'lash to'g'riliq yozganlar yumshoq detal haqida olgan doklad ekan. Va uchinchisi analysis expression of evaluation. Ma'ni tushunmadim. Ma'lum algoritm kamavi. Shuni qanday qo'g'lash to'g'riliq. Masalan, qanday o'z qayoqqa minish kerak, qayoqqa qo'g'lash degan uni ko'z bo'lmagandan keyin kompyuter mashin deganniki. Shuni algoritm tuzib qo'ysa, shu bo'yicha unga qo'g'laydigan ishlarni aytishgan. Shuning bilan erkin tayyorlagan maqola mishagchilik jahon ra'no nur ichida bilimdek